Men ham yaxshi ko'raman. Yaxshilar. Biz Maysara Instagramda ko'rib qolganmiz. Shu Maysara Maysara olganmiz. Nima bo'ladi o'zi qaynonangizda? Qaynonam jenskiy taraflama muammolari bor-da, saharlari bor. O'shanga keyin bu Maysaradan ichdilar, chaqqonlashdim dedilar, yengillashib, men bu nima o'sha bio jenskiy taraflama ham yaxshi hozir. Doktorga bormayaptilar unaqa, ichib, yog'idan ichyaptilar. Bu ikkita ichdilar, bu uchinchisi. U qishdan buyog'iga ichadilar. O'sha Maysarani ham bir 3 ta ichdilar. Shu endi hozir yana olishga kelganda yaxshi ta'sir qilyapti. Tetiy bo'lyaptilar. Mana bu namozlarga ham o'zim uyg'onaman ertalabdan dedilar. Yaxshi o'sha xursand bo'lib ixlos bilan ichyaptilar hozir. Yaxshi ta'sir qilyapti. Ikkalasini qo'shib ichyaptilar. Maysarani ham, u yog'ini ham har kun ertalab ichadilar. Qaynonam yaxshi ko'raman. Yaxshilar. Keldingiz qaynonangiz davolanishlarni istab. Shu. Yaxshi shifo izlab keldik.